Assalomu alaykum operator, yaxshimisiz? Ertalabdan yaxshi yangiliklar. U-17 o'smirlarimiz chorak finalga chiqishdi. Raqibi Xorvatiya terma jamoasi. U-17 terma jamoasi bo'lishdi. Eshitishimcha, yangi O'zbekiston yangi Toshkent shahriga endi 5 o'rinli stadion qurilar. Xursand bo'ldim. Bizga ham Yevropa davlatlariga o'xshagan stadionlar qurishga Shavkat Mirziyoyevga rahmat aytamiz. Futbolimiz rivojlansin, bizga o'xshaganlar xursand bo'laversin. Hozircha shu yangiliklar shu. U-17 terma jamoamizga omad tilaymiz. Inshaalloh jahon chempioni bo'lishga harakat qiladi. Bolaga gap yo'q. Sog'lik salomat bo'linglar. Yangi stadionimiz ham tez orada bitsa kerak. Jahon standartlariga mos bo'lishini xohlaymiz. Sog' bo'linglar, yoki bo'lsa obuna bo'lamiz. 60 tadan oshdik. 100 taga qarab yaqinlashyapmiz. Obuna bo'lamiz.